خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر بالىلارنى ئائىلىسىدىن ئايرىپ يېتىمخانىلارغا ئەۋەتكەنلىكى haqida bir دوكلات e'lon qildi. Doklatda Xitoyning qilmishi inson qalbidan chiqqan deb ataldi. Xalqaro kechirim tashkilotining sunuq yuraklar va hayot bostirish natijasida parchalangan Uyg'ur oilalarining qabohatlik tushi nomli bu doklati 19 mart juma kuni e'lon qilindi. Doklatda Xitoy zulmidan qochib boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning farzandlarini vatanida qoldirishga majbur bo'lganligi va ular bilan jam bo'la olmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti bu dokladni tayyorlash uchun Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmidan qochib chet elga chiqqan Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazgan. Avstraliya, Kanada, Italiya, Gollandiya va Turkiyada yashayotgan Uyg'urlardan egallagan ma'lumotlar asosida tayyorlangan dokladda bu oilalarning farzandlarining yetimxonalarda tutib turilayotganligi bildirilgan. Xitoy doiralari tarbiyalash markazlari deb atagan lagerlarga qamlish qo'rg'onchi sababli bu ota-onalar vataniga qaytolmagan. Xalqaro kechirim tashkiloti dokladida ota-onasining roziligi bo'lmasdan yetimxonalarga avatilgan barliq Uyg'ur bolalarining qo'yib berilishini chaqir qilgan. ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ئالياسكادىكى يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى 2 كۈنلۈك جىددىي سۆھبەت ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ مەيدانىنى ئوتتۇرىغا قويغان كەيپىيات بىلەن ئاخىرلاشتى. ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بېيجىڭغا بولغان ئەندىشىسىنى ئېنىق ئىپادىلىگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئامېرىكا ۋە خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ كەلگۈسى دىققەت تارتىۋاتقان bir paytda ئالياسكا شتاتىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلىن ۋە دۆلەت بىخەتەرلىك مەسلىھەتچىسى جەيك سۇللىۋان بىلەن خىتاي كومپارتىيەسى مەركىزىي تاشقى ئىشلار ئىشخانىسىنىڭ باشلىقى ياڭ جېچى ۋە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنى bir yerga jam qilgan suhbat oxirlashdi. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلىن ikkinchi kuni yig'in oxirlashganda muxbirlarga axborot e'lon qildi. بىلىن mundaq dedi: Biz bu yerga Sharqi Turkiston, Hong Kong, Tayvan va tor hujumi qatorliq masalalarda asosliq Xitoy bilan jiddiylik joylarini bilib keldik. Ochiqini aytganda, biz bu masalalarni ochiq-oshkora o'tirg'a qo'yganda kishini andishiga soladigan javobga erishganligimiz hayron qolarliq emas. Xitoy bexatarlikni ko'zda tutib, Amerikalik elektronlik mashina ishlab chiqaruvchi Tesla markalik mashinalarning harbiy aslihalarga kirishini cheklaganligi e'lon qilindi. Bu qaror Tesla mashinasida ko'p iqtidorli kamera sistemasi sababli chiqarildi deb ko'rsatildi. Egilanishicha, Xitoy armiyasi Tesla mashinasining harbiy bino va turalg'uga kirishini cheklagan. Harbiy qismlarga avatilgan buyruqda Tesla'ning mashinasidagi ko'p iqtidorli kamera va ultra ovoz to'lqini senzori ba'zi joylarni oshkorlashi mumkin deb ta'kidlagan. Turkiya bilan Xitoy orasida 2017 yili 5 oyning 13 kuni Beyjingda imzolangan xalqaro yuk va yo'lovchilar transport kelishimi Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning tasdiqidan o'tdi. Bu qaror rasmiy gazetda e'lon qilindi. Kelishimga asosan ikki davlat o'rtasidagi doimlik yo'lovchilar transporti va toshish mulozimati ijozat sistemasiga bo'ysunadi. Kelishimda toshish va 3-davlat transporti uchun toshish hujjatlari sistemasi belgilangan. Kelishimga asosan kasbiy shoferlarga viza qulaylik yaratish bilan bir vaqtda ikki davlat o'rtasida kabinka toshish man'iy qilindi. Yavropa İttipaقı Kengashining raisi Charles Michel va Yavropa İttipaقı Komitetining raisi Ursula von der Leyen Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan o'tkazilgan sin yig'inidan keyin birlashma yozma bayonot e'lon qildi. Yavropa İttipaقı Turkiyaga qaratgan embargolar uchun 3-oygacha muhlat bergan edi. 25-26 mart kunlari o'tkazilgan boshliqlar yig'inidan ilgari o'tgan yili dekabrda o'tkazilgan boshliqlar yig'inidan keyingi o'zgarishlarni muzokara qiladiganligini bildirgan Yevropa rahbarlari Siprus masalasini hal qilish uchun planlangan uchrashuvlar bilan birga Sharqi O'rta dengizidagi vaziyati va ikki taraf munosabatini muzokara qilganligini aytdi. Planlangan suhbat va Yevropa Turkiya munosabatlarini hal qilish uchun u ustalga qo'yilganligini ko'rsatdi. Bayonotda yig'in jarayonida yana Liviya va Suriyaning vaziyatini o'z ichiga olgan texmo keng rayon vaziyati, Turkiyada sohibxonlik qilgan suriyalik musofirlar haqida fikr almashtirganligi tilga olingan.